Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Ishlar bilan charchashar yo'qmi jigarlar? Bugun xudo xolasa Sankt-Peterburg shahridan bitta akamiz uchun gruzchiklik magazindan постоянно ish chiqaryapmiz. O'ylaymanki vatandoshlarimiz mana shu videoga befarq bo'lmaydi, like bosib kengroq tarqatingizlar. Sizlardan qancha podдержка bo'lsa, mendan shuncha yana harakat bo'ladi akalar, opalar. Shuning uchun har bittangizdan iltimos qo'yamiz. Mana shu videoga befarq bo'lmang, like bosing, tarqating. 4000 dan 5000 rublgacha bo'lgan ishni chiqaryapmiz. 8 soatlik ish vaqti akalar, opalar. Ishimiz Hasanskiy Renekda bo'ladi. 25 yoshdan to 35-40 yoshgacha bo'lgan akalarimizni ishga taklif qilinadi. Farqi yo'q, dokumentingiz bo'lsa ham, bo'lmasa ham, но желательно bo'lsa yana yaxshi bo'ladi. Videoni cho'zmaymiz. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin va bundan keyingi video ko'ramiz. Sizlar podдержкалаringiz qanday bo'ladi? Bundan keyingi videomiz aytib o'tgandek, bitta семейный para Sankt-Peterburg shahrida hozir bo'lishi shart. Xudo xolasa bundan keyin семейный paraga ishni chiqaramiz. Faqat sizlarning podдержкалаringiz bilan. Like bosing, bemalol gruppaga tarqating va inshaalloh yana bir narsani aytib o'tay. Registratsiya xizmati ham bizlarda bor. Patent registratsiya xizmati bor. Pastdagi nomerda WhatsApp bemalol aloqaga chiqasizlar. 100%lik ishonchli registratsiya. Har joyda aldanib yurmasdan bemalol pastdagi nomerda registratsiya uchun ham aloqaga chiqishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Rahmat e'tiboringiz uchun, jonlaringiz sog' bo'lsin. Maksimal